SMM sohasiga qiziquvchi Shahrizoda Majidova kabi yoshlar uchun amalga oshirilayotgan SMM maktab loyihasi yoshlarga bu boradagi bilimlarni bepul o'rganish imkonini bermoqda. 1,5 oylik SMM savodxonligi bo'yicha qatnashdim. Mana bugungi kunda sertifikat bilan taqdirlandim. Bunda bizada postlarni to'g'ri joylash, kontentlar yuritish va eng muhimi sun'iy intellekt bilan video tayyorlashlarni o'rgatdilar. Shu paytgacha ijtimoiy tarmoqning faol kontent kuzatuvchisi bo'lgan Asliddin esa endi qisqa fursatda kontent tayyorlab yuklovchiga aylandi. Asosiysi uning sohaga oid bilimi ortib, kasbga bo'lgan yondashuvi o'zgardi. Ko'pincha SMMni faqat shu ijtimoiy tarmoqlarda video yuklash yoki boshqa post qoldirish deb tasavvur qilamiz, lekin aslida bunday emas ekan. Biz ko'proq analiz, ijtimoiy tarmoqlarda analizi va qanday qilib o'sha shaxsiy brend qurish, shularni hattoki o'zimizni profil yurgizishni birinchi navbatda yo'lga qo'yishni maqsad qilib qo'ydik. Va undan tashqari yana sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanish, keyin targetdan qanday qilib o'sha o'zimiz foyda keltiradigan, ya'ni o'sha reklama turlarini o'rgandik. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi hamda Yoshlar ishlari agentligi tomonidan media savodxonlikni oshirish, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda axborot yaratishni o'rgatishga qaratilgan bu kabi loyihalar hududlarda bepul tashkil etib kelinmoqda. Ma'lumot uchun Buxoro viloyatida loyiha doirasida 50 nafardan ortiq yoshlar SMM yo'nalishida o'qitildi va ularning sohada ishlab ketishiga ko'maklashilmoqda.